Video boshlanishdan oldin aytib o'taman, bu shunchaki birovning cho'ntagiga qiziqish emas, balki bir ijodkorning o'z auditoriyasi uni qanday qo'llab-quvvatlash haqida bo'ladi. Demak, biz videomizni boshladik. Salyut hammanglarga assalomu alaykum akalar va opalar, salomatmisizlar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. Bilganingizdek, Fezod kanali atigi bitta dona streamda donator orqali qancha daromad qilishini hisoblab chiqamiz. Hisoblash uchun Fezod Live kanalidagi mana shu streamni tanladim. Bu stream 1-yanvar kuni bo'lgan. Ding 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 ding. Donat keldi. Yoqadimi? Qo'l bolang. Ushbu streamda jami 75 ta donat keldi. Ulardan 6 tasi rubl donat, 2 tasi esa mem donat va qolgani so'm donat. Rubl donat jami 49052 so'm va so'm donat esa 352777 so'm va jami bo'lib 401829 so'm bo'ldi. Boshidan beri siz bilanman. Rubl donat. Siz hozir nima deb o'ylayotganingizni bilaman. Odam 2-3 soat ichida shuncha pul topishi mumkinmi deb. Lekin hasad qilishga shoshilmang, chunki bu 2-3 soatli stream ortida mashaqqatli yillar bor. Uyqusiz tunlar, stress va charchoq va baribir to'xtamasdan davom etish. YouTube ham ish, bu shunchaki o'yin o'ynash emas. Kanalni mana shu darajagacha olib kelish juda qiyin. Shuning uchun bu pul omad emas, bu mehnatning natijasidir. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video kim haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha